Assalomu alaykum opa. Alaykum. Achamlarga telefon qiluvdim. Yana oyoqlari og'ritgan ekan, shunga vaqtida zakas qildim. Nima bu? Stadion. Bu yostiq. Xudo assalom. Yaxshi qilibsan. Qizimsan. Hozir biz restorandan keldik ayajonim bilan. Nima qildik ayajon? Как раз bugun yomg'ir Havoda sovuq o'tib ketdi-da. Mana o'zimda ham bor. Ana, haqiqiysi. Voy, kichkinasini oldingmi? Buchi chaqaloqligida, keyin men bu bo'yningiz xala bo'lib qolsa, xudo asrasin, mavtlar xala bo'lib qoladi-yu, mikrovolnovkaga 1 minutga qo'yasizlar, qo'yib olasizlar. Bo'ldi, qarabsizlarki, mazza o'sha joydan polniy shamollashlar shunday sug'urib chiqaradi. Bu imенно buvijonlarni, do'dajonlarni, ota-onalarni yordamchisi. Shundoq qo'yib, qatilar urayotgansiz, belga, oyog'iga, eng asosiysi chaqalog'i borlar. Hech qanaqa espumizan, bobotiklar ishlatmaysizlar. Shuni istasizlarda, qo'l kuymaydigan darajada mikrovolnovkada isitib turib chaqaloq. Materiali ham boshqacha ekan. Buni avval sizga zakaz qilib beruvdim, ayajon. Voy, zo'r narsa. Achamlar esa duo qiladi. So'sa qaytib solmas ekanda bu. Oyog'i tek mana qo'yib olinsa issiqqina. Mazza qilgan ekansiz-da. Mana skripka chasamki, mamtum og'riydi. Qo'yardim mashina. Qo'yish kerak, конечно. Bemalol o'sha bu jonlarga, hayitga, sovuq seli duo qilib, mazza qilib, mashinga shundoq qilib ham o'tirib olishadi ham, bellariga qo'yishadi, oyoq tegi qo'yib o'tirishadi. Вообще zo'r. Nima degan edi? Xo'p, podushka lechebna. Mana. Ko'rib olinglar. Telefon raqamlarini ham qoldirgan, xo'pmi? Ha. Telefon raqamlari profilini Robishga qoldiradi. Tez o'tib olinglar, keyin nima edi, qanaqa edi deb so'ramanglar. Bittada yoki skrinshot qilinglar yoki o'tib, sraz olib olinglar. Hozir hayitga juda ham chiroyli skidkalar qilib berishadi. Robishka nomidan yozsanglar. موجوع قلبي وتعبية من أبغى على روحي كسر قلبي عليا Treat me this way.